Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz nafaqa yoshida bo'lsa, oilangizda kredit, aliment, soliq qarzi, kommunal to'lov, jarima yoki sud orqali undiriladigan qarzdorlik bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki qabul qilingan yangi tartiblar oddiy odamning bank kartasi, pensiyasi, ish haqi, mol mulki va hatto ayrim huquqlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Ko'pchilik qonun chiqqanidan keyin emas, muammo boshiga tushganidan keyin harakat qiladi. Ana shunda kech bo'ladi. Karta bloklanadi. Pensiyadan pul ushlab qo'linadi. Mashina yoki uyga taqib qo'yiladi. Chetga chiqishda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa qardim yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar va 65 yoshdan oshgan ota-onasi borlar buni albatta bilish kerak. Oldin ko'p odamlar qarzdorlik masalasiga juda yengil qarardi. Masalan, biror jarima keldi, keyin to'layman dedi. Kommunal to'lov yig'ilib qoldi, hali vaqt bor dedi. Kreditda kechikish bo'ldi, bank o'zi qo'ng'iroq qiladi dedi. Sud qarori chiqqan bo'lsa ham ayrimlar menda hech narsa yo'q, nima qilishardi deb o'ylardi. Lekin bugungi tizimda hamma narsa raqamlashtirilmoqda. Bank kartalari, kadastr, avtomobil, ish haqi, pensiya, soliq, aliment, sud qarorlari va majburiy ijro ma'lumotlari bir-biri bilan tezroq bog'lanmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, qarzdorlik endi qog'ozda yotib qoladigan masala emas. U avtomatik ravishda ko'rinadi, elektron tizimlarga tushadi va ijro organlari qarorni tezroq bajarish imkoniga ega bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Agar sizda sud qarori asosida undiriladigan qarz, aliment, bank krediti bo'yicha majburiyat, soliq qarzi, jarimalar yoki boshqa to'lovlar bo'lsa, ma'lum bosqichdan keyin sizning kartangizga, maoshingizga, pensiyangizga, mulkingizga yoki safar huquqingizga cheklov qo'yilishi mumkin. Bu yerda eng muhim jihat, gap faqat katta qarzdorlar haqida emas. Ba'zida 300 ming so'mlik jarima, 20 million so'mlik kommunal qarz yoki 2-3 oy to'lanmagan aliment ham odamni noqulay holatga tushirib qo'yadi. Chunki tizim uchun qarzning sababi muhim. Lekin qaror kuchga kirgandan keyin uni bajarmaslik yanada muhimroq masalaga aylanadi. Men ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar men pensiyaman, menga tegishmaydi. Mening nomimda uy bor, lekin uni hech kim ola olmaydi. Kartamda ozgina pul bor, bloklashmaydi. Men vaqtida bilmaganman, demak javobgar emasman deb o'ylaydi. Afsuski, qonuniy jarayonda bunday tushunchalar har doim ham odamni himoya qilmaydi. Agar qaror chiqqan, xabarnoma yuborilgan, ijro ishi ochilgan bo'lsa, keyingi choralar qo'llanishi mumkin. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olish kerak va kimlar vahima qilmasligi kerak? Birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lganlar aliment to'lovchilari. Masalan, bir kishi oyga 1 million 500 ming so'm aliment to'lashi kerak, lekin 6 oy to'lamadi. Umumiy qarz 9 million so'mga yetdi. U odam ishim yo'q edi deb o'ylaydi. Lekin agar u bu holatni rasmiy ravishda tasdiqlamagan bo'lsa, ijrochi qarzni hisoblaydi, undirish choralarini ko'radi. Bank kartasiga kelgan puldan ushlab qolish, ishga joylashsa maoshdan ushlab qolish, avtomobiliga taqiq qo'yish, hatto chetga chiqishiga cheklov qo'yish ehtimoli bor. Ikkinchi guruh kredit olganlar. 40 yoshdan keyin ko'pchilik uy ta'miri, farzand to'yi, davolanish, avtomobil, biznes yoki maishiy texnika uchun kredit oladi. Masalan, odam 30 million so'm kredit oldi. Oyiga 2 million so'm to'lashi kerak. 3 oy to'lamadi. Jarima va penya qo'shildi. Bank avval ogohlantiradi, keyin sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qarori chiqqandan keyin bu oddiy bank masalasi emas, ijro masalasiga aylanadi. Shunda odamning bank bilan gaplashaman degan gapi kechikkan bo'lishi mumkin. Chunki endi ijro hujjati bor. 3-guruh. Pensiya yoshidagilar va ularning farzandlari. Juda ko'p holatda ota yoki ona o'z nomiga kredit olib beradi. Bolam to'laydi deydi. Bola 2 oy to'laydi, keyin qiynaladi. Kredit esa ota-onaning nomida qoladi. Natijada pensionerning kartasiga yoki pensiya hisobiga ta'sir bo'lishi mumkin. Bu juda og'riqli vaziyat. Ota-onaning daromadi 20 million 200 ming so'm bo'lsa, dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovga zo'rg'a yetadi. Agar qarzdorlik ijroga tushsa, qonunda belgilangan tartibda ushlab qolishlar boshlanishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, hech qachon o'z nomingizga boshqa odam uchun kredit olmang. Hatto o farzandingiz bo'lsa ham. Hujjatda qarzdor siz bo'lasiz. 4-guruh jarima va ma'muriy qarzdorlikka beparvo qaraydiganlar.
Masalan, yo'l harakati qoidasi buzildi. Jarima 340 ming so'm. Odam mayli keyin dedi. Keyin ikkinchi jarima, uchinchi jarima. Bir yil o'tgach, umumiy summa 2-3 million so'mga chiqadi. Bu pulni birdan to'lash qiyin bo'ladi. Eng yomoni odam biror ish bilan bankdan kredit olmoqchi bo'lsa, mashina oldi sotdi qilmoqchi bo'lsa yoki rasmiy operatsiya bajarmoqchi bo'lsa qarz ko'rinadi. Shunda vaqt yo'qotadi. 5-guruh mulk egalari uy, yer, avtomobil, do'kon, dala hovli yoki boshqa mulk nomingizda bo'lsa, ijro jarayonida unga nisbatan taqiq qo'yilishi mumkin. Bu har doim mulk darhol sotiladi degani emas. Lekin siz uni sotolmasligingiz, hadya qila olmasligingiz, rasmiylashtira olmasligingiz mumkin. Tasavvur qiling. Odam mashinasini sotib, qarzini yopmoqchi, lekin mashinada taqiq bor. Endi avval taqiqni yechish, qarzni aniqlash, ijrochi bilan ishlash, hujjatlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, asab va qo'shimcha xarajat. Kimlar vahima qilmasligi kerak? Agar sizda qarzdorlik bo'lmasa, hamma to'lovlaringiz o'z vaqtida bo'lsa, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lmasa, vahima qilish shart emas, lekin tekshirish shart. Chunki ba'zan odam o'zi bilmagan qarzni topadi. Eski jarima, notanish penya, kafillik bo'yicha qarz, nomiga rasmiylashtirilgan shartnoma yoki kommunal hisobdagi muammo chiqib qolishi mumkin. Men ekspert sifatida aytaman. Tinch odam ham yiliga kamida 2 marta o'z qarzdorlik holatini tekshirish kerak. Real hayotdan birinchi misol. 52 yoshli fuqaro o'g'liga kredit olib berdi. Kredit 15 million so'm edi. O'g'li dastlab to'ladi, keyin ishsiz qoldi. Bank sudga berdi. Otaning nomida bitta avtomobil bor edi. Avtomobilga taqiq qo'yildi. Ota mashinani sotib, qarzni yopmoqchi bo'ldi, lekin sota olmadi. Oxirida u bank va ijro organi bilan kelishib, qarzni bo'lib to'lash rejasini tuzdi. Agar u boshida bankka murojaat qilib, restrukturizatsiya so'raganda sudgacha bormasligi mumkin edi. Ikkinchi misol, 61 yoshli ayolning pensiya kartasiga pul tushadi. Uning nomiga eski kommunal qarz rasmiylashtirilgan, lekin u bundan bexabar. Chunki uyda farzandlar yashagan to'lovni ular qilishlari kerak edi. Qarzdorlik yig'ilib, sud tartibida undirishga o'tdi. Ayol pul yechmoqchi bo'lganda muammo chiqdi. Bunday holatda kim yashagan, kim foydalangan, kim va'da bergan degan gaplar keyin muhokama qilinadi. Hujjatda kimning nomi bo'lsa, avval shu odam javobgar bo'lib ko'rinadi. Uchinchi misol, 45 yoshli erkak aliment bo'yicha qarzdor. U men naqd pul berib yurganman deydi, lekin kvitansiya yo'q, bank o'tkazmasi yo'q, tilxat yo'q, natijada rasmiy hisobda qarz bor. Shuning uchun men aliment to'layotganlarga qat'iy aytaman. Har bir to'lov izli bo'lsin. Bank orqali o'tkazing. Izohiga aliment to'lovi deb yozing, kvitansiyani saqlang. Naqd bergan bo'lsangiz, albatta tilxat oling. Og'zaki kelishuv oilaviy munosabatda ish berishi mumkin, lekin qonuniy nizoda sizni qutqarmasligi mumkin. Birinchi nozik jihat, hamma qarz ham bir xil tartibda undirilmaydi. Kredit qarzi, aliment, soliq, ma'muriy jarima, kommunal qarz, yetkazilgan zarar, sud xarajatlari, kafillik majburiyati. Bularning har birida o'z tartibi bor. Masalan, aliment bo'yicha talablar odatda juda jiddiy ko'riladi, chunki bu bolaning ta'minoti bilan bog'liq. Soliq qarzida davlat manfaatlari bor. Kreditda shartnoma shartlari muhim. Shuning uchun qo'shnimda bunday bo'lgan, menda ham shunday bo'ladi deb xulosa qilish noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat, xabarnomani ko'rmaslik javobgarlikdan avtomatik ozod qilmaydi. Ko'pchilik telefon raqamini almashtiradi. Yashash manzilini yangilamaydi, elektron kabinetga kirmaydi, pochta xatini olmaydi. Keyin menga hech kim aytmadi deydi. Lekin davlat tizimlarida sizning rasmiy manzilingiz, telefoningiz, shaxsiy kabinetingiz orqali xabar yuborilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va rasmiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat. Qarzni to'lash bilan ish darhol yopilib ketmasligi mumkin. Masalan, siz qarzni to'ladingiz, lekin ijro hujjati bo'yicha taqiq hali tizimdan yechilmagan. Bu holatda to'lov kvitansiyasini olib, ijro organiga murojaat qilish kerak. Men to'ladim-ku, nega ochilmadi deb kutib o'tirmang. Har bir to'lovdan keyin tasdiqlovchi hujjatni saqlang va tegishli joyga yuboring. 4-nozik jihat, kafillik. Ko'pchilik men faqat kafillikka imzo qo'ydim. Pulni men olmadim deydi. Lekin kafillik oddiy rasmiyatchilik emas. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, bank yoki kreditor kafildan talab qilishi mumkin. G'idim yoshdan oshgan odamlar ko'pincha ish joyi barqaror, mulki bor. Pensiyaga yaqin yoki rasmiy daromadga ega bo'lgani uchun ulardan kafillik so'raladi.
imzo qo'yishdan oldin o'ylang. Agar ertaga qarzdor qochib ketsa yoki to'lay olmasa shu summani men to'lay olamanmi? Agar javob yo'q bo'lsa, kafillik qilmang. 5-nozik jihat pensiyadan ushlab qolish chegaralari. Odamlar pensiyaga tegish mumkin emas deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim hollarda qonunda belgilangan miqdorda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Lekin bu ham cheksiz emas, tartibi va chegarasi bor. Agar sizdan noto'g'ri yoki ortiqcha ushlab qolinyapti deb hisoblasangiz, jim turmang. Pensiya jamg'armasi, bank, ijro organi va zarur bo'lsa sud orqali aniqlik kiritish mumkin. Eng muhimi, hujjat bilan gapiring. 6-nozik jihat yagona uy-joy masalasi. Ko'pchilik bitta uyim bor, demak umuman xavf yo'q deydi. Bu mavzu juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Chunki uy-joy insonning yashash huquqi bilan bog'liq. Lekin bu degani mulkka umuman taqiq qo'yilmaydi yoki qarzdor hech qanday javobgarlikka tortilmaydi degani emas. Ba'zan sotish, hadya qilish yoki garovga qo'yish bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyim bor deb beparvo bo'lmang. Aksincha qarzni erta bosqichda hal qiling. 7-nozik jihat qarzdorlikni bo'lib to'lash imkoniyati. Ko'p odamlar hamma summani birdan topolmagani uchun umuman harakat qilmaydi. Bu eng katta xato. Agar sizda 20 million so'm qarz bo'lsa, lekin hozir 20 million yo'q bo'lsa, bu siz hech narsa qilmasligingiz kerak degani emas. Ariza yozib, moliyaviy holatingizni tushuntirib, bo'lib to'lash, muddat berish, kelishuv tuzish, restrukturizatsiya qilish imkoniyatlarini so'rashingiz mumkin. Albatta, hamma arza avtomatik qanoatlantirilmaydi. Lekin murojaat qilgan odam bilan qo'chib yurgan odamning holati bir xil baholanmaydi. Birinchi qadam qarzdorlikni tekshiring. MyBook o'zimi bilan bog'liq elektron xizmatlar, soliq ilovalari, bank ilovalari, kommunal to'lov tizimlari va boshqa rasmiy platformalar orqali o'zingizning holatingizni tekshiring. Agar elektron xizmatlardan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin parolingizni hammaga bermang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni ehtiyot qiling. Ikkinchi qadam hujjatlarni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, stir yoki JSHR ma'lumotlari, kredit shartnomasi, to'lov kvitansiyalari, sud qarori nusxasi, ijro hujjati, bankdan qarzdorlik ma'lumotnomasi, aliment bo'yicha to'lov dalillari, kommunal hisob-kitoblar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga yig'ing. Telefoningizda ham suratini saqlang. Chunki idoraga borganda uyda qolibdi deb yana vaqt yo'qotasiz. 3-qadam. Qarz kimniki va nimadan chiqqanini aniqlang. Faqat summa bilan cheklanib qolmang. Bu qarz qachon paydo bo'lgan? Qaysi shartnoma asosida? Qaysi sud qarori bor? Penya yoki jarima qanday hisoblangan? To'langan pullar hisobga olinganmi degan savollarni bering. Ba'zida tizimda eski to'lov aks etmagan bo'ladi. Ba'zida qarz noto'g'ri shaxsga bog'langan bo'lishi mumkin. Ba'zida esa qarz to'g'ri, lekin penya masalasini qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ijro organiga borsangiz, ariza yozing. Bankka borsangiz, ariza kiriting. Kommunal tashkilotga borsangiz, hisob-kitobni yozma so'rang. Arizada aniq yozing. Menga nisbatan mavjud qarzdorlik summasi, uning asosi, hisob-kitobi. To'lov rekvizitlari va mavjud cheklovlar haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar bo'lib to'lashni istasangiz, moliyaviy holatimni inobatga olib, qarzdorlikni bo'lib to'lash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam, to'lovni ishsiz qilmang. Naqd pulni qo'lga berib, o'zi yopadi demang. Bank orqali to'lang, kvitansiya oling, izoh yozing. Agar aliment bo'lsa, izohda aliment ekanini ko'rsating. Agar kredit bo'lsa, shartnoma raqamini yozing. Agar ijro qarzi bo'lsa, ijro ish raqamini yozing. Keyin to'lovni tegishli organga yuboring yoki ko'rsating. Bu kichik harakat keyin katta nizoning oldini oladi. 6-qadam, agar qarz sizniki bo'lmasa, darhol e'tiroz bildiring. Masalan, sizning nomingizda siz bilmagan shartnoma chiqdi. Yoki siz allaqachon to'lagan bo'lsangiz ham qarz turibdi. Yoki siz yashamagan manzil bo'yicha kommunal qarz sizga yozilgan. Bunday holatda keyin ko'ramiz demang. Yozma e'tiroz, dalillar, kvitansiyalar, shartnomalar, guvohnomalar bilan murojaat qiling. Zarur bo'lsa, advokat yoki yuridik maslahat markaziga boring. 7-qadam, yaqinlaringizni tekshiring. Ayniqsa ota-onangiz 6 yoshdan oshgan bo'lsa, ularning nomiga kredit, kafillik, kommunal qarz, eski jarima yoki boshqa majburiyat tushmagani tekshirib bering. Ko'pincha keksalar telefon qo'ng'iroqlariga ishonib qoladi.
hujjatni o'qimasdan imzo qo'yadi. Farzandlar uchun o'z nomiga majburiyat oladi. Men buni juda jiddiy aytyapman. Bir marta imzo qo'yilgan hujjat keyin yillar davomida muammo tug'dirishi mumkin. 8-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Qonunlar, qarzdorlik va taqiqlar haqida gap chiqqanda turli men hammasini o'chirib beraman. Kartani ochib beraman. Ijrochini taniman, qarzni yo'q qilib beraman degan odamlar paydo bo'ladi. Bunday gaplarga ishonmang. Qarz qonuniy bo'lsa, uni faqat qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Aks holda pulingizdan ham, vaqtingizdan ham ayrilasiz. Ustiga ustak yana huquqiy muammoga tushishingiz mumkin. 9-qadam moliyaviy reja qiling. Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, daromad va xarajatlaringizni yozib boring. Kredit to'lovi daromadingizning juda katta qismini egallamasin. Men tavsiya qiladigan oddiy qoida. Oyma-oy majburiy to'lovlar umumiy daromadning yarmidan oshsa, oilada xavfli bosim paydo bo'ladi. Masalan, 5 million so'm daromadingiz bo'lsa, kredit va qarz to'lovlari 2,5 milliondan oshsa kasallik. Ishsizlik yoki favqulodda xarajat chiqqanda darhol kechikish boshlanadi. 10-qadam sud va ijro hujjatlarini e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga suddan xat kelsa, boring. Tushunmasangiz maslahat oling. Agar ijro organidan xabar kelsa, yashirinmang. Ko'pincha odam birinchi bosqichda borsa, tushuntirsa, hujjat ko'rsatsa, to'lov rejasini taklif qilsa, vaziyatni yengillashtirish imkoniyati bo'ladi. Lekin oylar davomida jim tursa, keyin cheklovlar qo'yilganda harakat qilish qiyinlashadi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Yangi tartiblar sharoitida qarzdorlikni beparvo qoldirish xavfli. Bu faqat bo'ylar. Tadbirkorlar yoki katta qarzdorlar muammosi emas. Oddiy ishchi, pensioner, haydovchi, o'qituvchi, shifokor, uy bekasi, kafillikka imzo qo'ygan ota-ona, aliment to'layotgan fuqaro hamma bu masalani bilishi kerak. Eng to'g'ri yo'l qarzni tekshirish, hujjatlarni yig'ish, yozma murojaat qilish, to'lovlarni rasmiy amalga oshirish va muammoni erta bosqichda hal qilish. Vahima kerak emas, lekin beparvolik ham mumkin emas. Qonuniy jarayon boshlangandan keyin men bilmagan edim degan gap ko'p hollarda yetarli himoya bo'la olmaydi. Sizdan iltimos hozir kommentariyada yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda karta bloklanishi, pensiyadan ushlab qolish, kredit qarzi, aliment yoki ijro bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ayniqsa 40 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki kimdir bugun buni ko'rib, ertangi katta muammodan qutulib qolishi mumkin.